Endi assalomu alaykum yana bir bor. Nimadir bo'ldi? Uzilib qoldi qanaqadir. Ha, sizlarni qishloqlaringda svet o'chishi shekilli. Bizda svet bor. Ya, men mashinada o'tiribman. Mana hammasi obunachingiz. Mana yolg'on bo'lsa gapirsa. Boringlarga shukr, boringlarga shukr. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Kecha kuni ketib gaplashdik bu mashinada. Ha. Alloh musofirda topganinglarga baraka bersin. Yomon so'z, yomon nazardan, zulmkorni zulmidan, nima deydi, fitnachini fitnasidan saqlasin ilohim. Oson emas musofir yurtda yurib. Bu juda qiyin masala. Hammanglarga Alloh taolo o'zi hifzi qo'ymasligiga olgan bo'lsin. Sabr bersin. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Aka, bugun juda stress ko'p bo'ldi-da. Eshitdingizmi? O'zingiz ko'rmang-da, orqaga ham tashlang bo'ldi. Tugating. U yog'i sizga qo'yib beramiz bo'ldi. Mana Shavkat aka taniysizlar endi. Akani muxlisimizlar? Hammamiz. Xullas, bitta narsa akalar. Mana bitta muslima singlimiz vafot etdi, masalan. Men xolisligimni ko'rdilaring. Mana Shavkat aka ko'rib, Shavkat akani obunachilar ham ko'rib turibdi. Xolisligimni ko'rdilaring, to'g'rimi? Onlayn ham, offlayn ham ko'rdilaring. O'sha qizni tirikligida ham tanirdilaring sizlar. Masalan, bu yerda ham taniyganlar bor. Mana taniydigan opam bor. Mana uni o'sha qotil debga internetda qotil deb atalayotgan inson mana inson. Agar bizning maqsadimiz shu qotil bo'lsa, jazosini olsin, biz shu maqsadda necha kundan beri Melisaxona yuribmiz. Agar shu aybi bo'lsa, jazosini olsin deb. Mana Koreyadagi hamma shunga zami? Hamma Shu aybi bo'lsa, jazosini olsin, ha? olsin. Avay, hamma shu fikrda, to'g'rimi? O'zi ham aybim bo'lsa, jazosini oladi. Aybim bo'lsa emas, uka. Anu daftar bo'yicha O'zbekistonda ham masalan qanaqadir jinoiy ishmi nimadir qo'zg'asa, qonun bo'yicha O'zbekistonda ham javob berasan hali. Sen qochmayapsan, turibsan, qocholmaysan ham-da. Shuncha odamdan endi ham qochadi. Endi men aytmoqchiman, ayb hammada bor. To'g'rimi? O'sha hammada ayb bor hozir. Lekin ko'lasak ayb ko'payaveradi. Kim yana chiqaveradi. Shuning uchun mana Shavkat aka hozir bitta o'zlarini yana fikrlarini bildiradi. Bu kishi shunaqa insonlarga yordam berish temasida bizga ustoz deydi. Tushunyapsizlarmi? Chunki xalqning ichida yurgan odam har narsani biladi-da. Qayerda qana gapirish kerak, qayerda nimani to'xtatish kerak, qayerda skort, qayerda gazni bosish kerak. Shuning uchun mana hozir biz Koreyada 100 mingdan oshiq O'zbekiston fuqarolari bor. Bu ham bitta O'zbekistonning bitta tumani bilan aholisi teng deganida. Bitta tumancha xullas. Shuning uchun bu yerda ham har xil o'zbeklarning ichida muammolari bo'ladi. Har xil muammolar, o'g'risi bo'ladi, to'g'risi bo'ladi. Har xil muammolar bo'ladi bu yerda ham. Endi shu muammolardan chiqib ketishga bitta hech kim ota-onasi yo'q, aka-ukasi yo'q, to'g'rimi? Biz musofirdagilar hammamiz bitta bo'lamiz. Bir-birimizga yo'q qarash qilmaymiz. Naborot mana shu hammamiz yig'ilib aytyapmizki, shu bolani aybini ham aytyapmiz, to'g'rimi? Qonunda nimasiga hukmiga topshirib, jazosini ham olsin deyapmiz. O'zi ham shu fikrda. Maqsad nima bu yerda? Maqsad shu mana tema chiqdi, ha? Juda ko'pchilik o'ziga xulosa chiqardimi? Ha, xulosa chiqardi. Menga juda ko'pchilik yozyapti, Avaz aka, shu temani ko'rdik, haqiqatda nima, benikoh yashab yurardik, nikoh o'qitib oldik deyapti. Juda ko'pchilik yozdi. Bu foydali bo'ldi masalan bir tomondan, lekin bu insonda o'lganida hech kim xursand bo'layotgani yo'q-da. Hech kim. Nima bo'lganda ham yashash kerak edi bu qizda. Albatta. Lekin bu qiz endi qaytib kelmaydi. Nima bo'lganda ham biz hali samasud qilib, sani olib borib o'zi ko'cha temasiga qo'yib yubormaymiz. Qonun bor, ha? Elchixona bor, davlat bor, milisaxonalar bor, ha? Ularda ishi, sani tekshiradi, ko'radi, qonuniy jazoini beradi dunyoda. Oxiratdagi jazoini Alloh o'zi biladi. Ukajon, meni maqsadim, Shavkat aka, meni maqsadim bu bolani yonini olish emas edi. Bu bola ertaga aybini bo'yniga qo'yishdan oldin o'zini osib yormasin. Aybini dokumentalni bo'yniga qo'yib, qonun bunga jazo bersin, o'zi jazo bermasin o'ziga degan maqsad edi-da. To'g'rimi aka, mana fikrim? Mamlakada Avazbek, avvalambor hammamiz xatodan xoli emasmiz. Hammamiz adashuvchimiz, adashmas Alloh va uning rasuliga xos. Qanaqa narsa, men endi o'zim ko'p ishda syomkada bo'lib, videolaringni to'liq kimda ayb, kimda yo'qligini bilmayman, lekin juda ko'p
efiringizni ko'rib qolyapman, bir ikkita videolarni ko'ryapmanda. Endi e, bu onaga ham oson emas. Qizi kim bo'lishidan qat'iy nazar. Avvalambor singlimizni Alloh taolo bilib bilmay qilgan gunohlarini kechirsin. Bu dunyoda qilgan yaxshi amallarni qiyomatda o'ziga soyabon qilsin. Uni ham ruhini chirqatmaylik. Ona bilan ham chiroyli gaplashishga, yechim qilishga harakat qilib ko'raylik. Ona ham baribir kim bo'lgan taqdirda onada. Nima bo'lyapti? Imkon qadar baribir biz musulmonmiz. Siz Avazbek o boshini nolda qo'yayotganingizni ko'rdim, lekin dakansa ko'rishga vaqtim bo'lmadi. Lekin o'sha insonni morgdan olib chiqib, imkon qadar kuzatib, harakat hammasini jonli efirda, videoni ham qo'yib boryapsiz, jonli efirda ham qo'yib boryapsiz-da. Agar men o'ylaymanki, orqasida qo'pol gapirgan shiltasi bor odam bunaqa narsalarni qilmaydi. O'sha shaffoflik bo'lsin deyapti-da. Endi Alloh taolo bu ukamizni ham gunohlarini kechirsin-da. Agar endi bu dunyoni jazosi hech bo'la emas, oxirat jazosidan ko'ra bu dunyoda jazosini olgan yaxshi agar aybi bo'lsa, lekin konkretni gaplashib, hal qilib, bu narsani o'sha davlatimiz o'zini ichki ishlariga qo'yib bergan yaxshiroq. Hamma yo'g'ini ko'tarib chiqib, tekshirib, jazoni o'zlari qilgan yaxshi. Banda bilan banda jazo qilmasin, o'zimizning qonunimiz bor. Qonun bekorga ishlab chiqarilmagan. O'shani ko'rib, ungacha bittasi fisir sizlardan foydalanib, kimdir axvatini ko'tarish uchun sizni fitna qilyapti, u ayolni olib chiqib uni fitna qilyapti. Hamma o'zini axvatini ko'tarishni ovora, lekin bilmaydiki, ertaga bir juda katta gunohga ega bo'layotganini bilmayapti-da. Sizni bu yoqda bittasi fitna qilib yomon deb chiqyapti, bu yoqda u xotinni yomon deb chiqyapti, o'rtada musulmonlar bir-birini g'ajiyapti. Ana uni ruhi ham ezilyapti-da. O'shani men onasiga baqirding deyishyapti. Men o'shani qizingizni rasmini internetga qo'ymen deb tushuntira olmasdan baqirganman-da o'sha onaga. Internetga qo'ymang qizingiz rasmini. internetdagi muhokamaga olib chiqmang, davlatni o'ziga qo'yib bering deb tushuntira olmaganim uchun baqirganligimni odamlar noto'g'ri tushunishyapti. Mayli, odamlar keyin Avazbek xafa bo'lmang. Avazbek, endi men paxta qo'ya olmayman. Sizda ham xato juda ko'p-da, juda ko'p asabiylik. Masalan, nima xato? Aka, aytingizmi? Asabiylashganda juda ko'p xato gapirib, baqa-chaqa qilib qo'yapsiz-da. Ko'pchilikka yoqmaydi bu narsa. Imkon qadar bosiqligidan hal qiling. Bosiqlik bilan hal qilish uchun gaplashib, primoy efir qildingda. Hal qilib bo'lmaydi, to'g'risi. Akajon, qarang. Mayli. Qarang, Allohga kifoya qiling. Allohga kifoya qiling, bo'ldi. Akajon, xo'p, gapingiz to'g'ri, qarang. Biz primoy efir qildik. Onasi, mana bola. O'sha yerda hamma narsani gaplashib oldik-da. Bu gaplashib bo'lganimizdan keyin yana bu narsalar chiqib kelyapti-da. Biz siz aytgan ishni qildik-da biz. Siz qarang, gaplashib zapis qilib qo'yganmisiz? Bo'ldi, nima qilsa qilib yotaversin. Bo'ldi, dakansa boraversin, kurashaversin. Siz umuman e'tibor bermang. Haligi ahlatga kesaga olsang, yuzingga tashraydi deydi-ku. U bilan olishgan sari kuchayib ko'tarilib bo'laveryapti-da, qolganlar ahvatini ko'tarish bilan ovora. O'ylamayapti, ertaga oxiratda men bu gunohkorni gunoh emas bo'lsa, gunohkor emasdi, gunohkor deb qo'yib betiga nima deb javob beraman deyishlik uchun Muhammadda iymon bo'lish kerak-da. Men sizga o'tgan safar ham aytdim. Har bitta inson o'zini iymoni bilan o'lchaydi sizni qanaqaligingizni. Iymoni zaif, siz iymonsiz deydi. Iymoni bor, yaxshi gumonda bo'ladi. O'shaning uchun imkon qadar mashindan o'zingizni isloh qiling. Mayli, sizni qamatsin, sudga bersin. Baribir adolat, Xudo xolasa, Alloh ko'rib turibdi. Har bir sekundimizni kuzatib turibdi. Просто o'zingizni kasal qilasiz, ertaga ota-onangizga, farzandlaringizga kerak odamsiz. Asabiylashaveryapsiz, har kuni efirda asab. Tushunyapsizmi? O'zingizni muxlislaringizni ham yo'qotib qo'yasiz. To'xta dedi. O'shaning uchun yumshoqlik bo'lavering Avazbek. Istiqborni ko'paytiravering, hammasi yaxshi bo'ladi uka. Bo'ldi aka, rahmat. Qalb egasi Allohda. Aytadi-ku, yaxshilikni qil, daryoga ot, bilsa baliq, bilmasa xoliq. Alloh bilsa bo'ldi, bandalari bilsa. Chunki jannatga borish oson emas. Yalang oyoq tikonda yurish bilan barobar. Siz tikonda hal bittasini bosmay turib, baqa-chaqir qilmang.